Bugun sizlar bilan tekinga UC ishlashni o'rganamiz. Sizlar bilan Shohruz, qani bo'lmasam ketdi. Tekinga UC ishlashni o'rganamiz. Qanaqa qilib deysizlarmi? Videoni oxirigacha ko'ringlar, bilib olasizlar. Bu hammasi 100% ishonchli, xavfsiz. Buning uchun birinchi Telegram ilovasiga kirib olib, Shohruz Hubbot deb yozasiz. Botga kirib olganingizdan keyin start tugmasini bosib, Instagram kanalimga obuna bo'lib qo'yasiz va asosiy bo'limlar degan joydan o'yinlarni tanlaysiz. O'yinlarni tanlaganingizdan keyin PUBG Mobile ni bosasiz va men bu o'yinni anchadan beri, bir oychalardan beri o'ynayman va mening balansim 16200 UC. Sizlar ham shunaqa UC ishlab olisizlarmi? Qani bo'lmasam ketdi. Sovg'alarning ichida 1 UC, 2 UC va 520 UC bor. Barabanni aylantirishni bosasizlar va tushgan UC sizniki. Men hozirgina 8100 UC yutib oldim. Bu menda birinchi marta bo'lishi, chunki anchadan beri men mayda-mayda qilib yig'ayotgan edim. Har 2 soatda bir marta baraban aylantirasizlar va yechib olishni hozir bosamiz. Miqdor 50 UC yechamiz. 50 UC yechganimizdan keyin ID'mizni kiritamiz. ID'ni kiritgandan keyin mana bo'ldi. Hozir sizga tashlab beradi deyapti va endi sekingina PUBG akkauntimizga ham kirsak bo'ladi va mana 50 UC emas 54 UC tushibdi. Bunaqa foydali botlar sizlarga kerak bo'lsa, yana menga obuna bo'lib qo'yinglar, bu botdan foydalaninglar. Barchalarga tavsiya qilaman, tekin UC ishlab maza qilasizlar. Hozir menga uncha ko'p UC kerak emas edi, shuning uchun 54 UC tashlab oldim. Hammalarga xayr, daybollar.